Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistonda yangidan qattiq zarba berish harakatini boshlagan. 2021 yılı 3. ayının 31. günü Uyghur Axborot Merkeziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy Jamoat Xavfsizlik Ministerligining ministri Zhao Keji butun dunyodagi demokratik ellar Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligini ayblash sadolarini shiddat bilan kuchaytirayotgan bir mezgilda Sharqiy Turkistondagi xizmatlarni ko'zdan kechirish va yangi o'rinlashtirishlarni elib berish maqsadida 19 martdan 24 mart ziyaretli bolgan bolup, vatanimizning Ürümçi, Turpan ve işlep çıkarış kuruluş Bingtuan qatarlıq yerlerini ziyaret kılgan. Ziyaret jarayonida 1000 Uyghur qatnaştırılmagan. Xitoy, Amerika ve Avrupa'nın embargo besimiga qarta canğı-can, qanğı-qan elish taktikasini qo'llangan bo'lib, asosliq maqsadi Uyg'ur xalqining Avropa, Amerikaning embargosi sababidan umidlanib qarshilik harakatlarining bosh ko'tarishining uzil-kesil oldini elishgan. Xitoy yana 1 apreldan boshlab 100 kunlik qattiq tekshirish va ideya tozalash to'rdan tushib qolganlarni talto'kis tepib chiqish harakati qanot yaydirishni qaror qilgan. Bu orqali Xitoy dunyoga o'zining qirg'inchilik harakatida hech kimdan qo'rqib qolmaydiganligi va har qanday besimlarga texmi qattiq pozitsiyada turib taqobil tura oladiganligidek signalni bermoqchi ekan. Uyg'ur o'quvchilar Instagram ishlatganlik sababidan tutqun qilingan. 2021 yılı 3. ayının 31. günü Uyghur Axborot Merkeziga kelgan uchurda bildirilishicha 2021 yılı 26 mart atalmış Şinjan Üniversiteti Janubiy O'qitish rayoni Qonun institutidan Mevlan Tursun, Ilminur Hasan, Zubayda Tahir, İqtisod boshqarish institutidan Nadiya Erkin, Mansur Adil, Arafat Miradil, Qadriya Qutlug qatorliq o'quvchilar Instagram ishlatganlik sababidan atalmış Şinjan Üniversiteti saqchixonasi tarafidan tutqun qilingan va 29 martga qadar qaytib kelmagan. Uyghur to'ylarida nikoh o'qish butunlay cheklangan. 2021 yılı 3. ayının 31. günü Uyghur Axborot Merkeziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistonda to'ylarda nikoh o'qish tubdan cheklangan. Xitoy hukumatidan maash oladiganlar, o'quvchilar, partiya a'zolari, tuvan turmush kafolatidan bahramon bo'ladiganlar, pensiyaga chiqqanlarning jinoza namozini o'qish cheklangan. Garchi hozir masjidlarni cheqish to'xtagan bo'lsa-mu, yezi bozor, kentlardagi masjidlar umumiy yuzlik qulib silingan holatda bo'lib, bu qitimqi Xitoy virusi bahanesi bilen taqalgancha hozirgacha içilip bakmagan. Ürümçide Ramzanlık tüzeş ve aldığını eliş hizmeti boyunca birinci qitimliq tor yig'ini içilgan. 2021 yılı 3. ayının 31. günü Uyghur Axborot Merkeziga kelgan uchurda bildirilishicha 27 mart Ürümçideki Xitoy Partkom binasının siyasi qonun komiteti qo'mondonlik shtabida Ramzanlık tüzeş ve aldığını eliş hizmeti boyunca birinci qitimliq tor yig'ini içilgan bo'lib, har qaysi shaharlarning musulmonlarning ro'za tutishining oldini elish, har qanday shakldagi 3 dan ortiq odamning yig'ilishining oldini elish, yezi kentlarda qarallik tushlik tomoqqa o'rinlashtirish, ishit, to'xo va boshqa turli hayvon so'qishtirish, arg'amchi tortish, pivi ichish musobaqasi uyushtirish xizmatlarini aktivlik bilan ishlash o'rinlashtirilgan. Qattiq zarba berish harakatining nishoni qonun sohasida ishlaydigan Uyg'urlar. 2021 yılı 4. ayının 1. günü Uyghur Axborot Merkeziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy islom davlatlarining elchilarini Ürümçide sayohat qildirayotgan mezgilining oldi keynida Sharqiy Turkistonning Xotan va Qashqarda yana qattiq zarba berish harakati boshlangan bo'lib, bu qitimqi qattiq zarba berish harakatining obyekti qonun sohasida ishlaydiganlar ekan. Bundaq bir vaziyatda qonun soqchi sistemasida qattiq zarba harakatining boshlanishi Әмді yo'qotish navbatining lager va jazolashga munosabatlik ishlarni biladigan Uyg'ur saqchi va qonun sohasidagilarga kelganligini bildirdi ekan. Bu munosabat bilan Xotan va Qashqarda vaziyat qattiq keskinlashgan. Xitoy davlat ichi sirtida Uyg'urlarga qarshi tashviqot urushi boshlaydi.
2021 yılı 4 ayının 1 günü Uyghur Axbarat Merkeziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoyning Uyghur Abdunum rayonluq Partikom tashviqot bölümü 30 ve 31 Mart kunlari nazorat darajalik kadrlarga atalmış Abdunum rayonning bir muavin raisi ve bir muavin sekretari qatnashgan cho'ng yig'in ochgan. Yig'indan ma'lum bo'lishicha, Xitoy xalqaro jamiyatining Xitoydagi qishliq olimpikni boykot qilish va Uyg'urlar ustidan elib borgan irqiy qirg'inchilikni ayplash harakatidan sarosimaga tushgan. Yig'inda asosligi ikki masala nuqtaliq muzokara qilingan. Uning birinchisi nazorat darajalik Uyg'ur kadrlarning Xitoyni og'dirish jinoyatlari haqida ishlangan filmni tarqitish xizmati bo'lib, Ma'rif nazoratining burunqi noziri Sattar Savud nuqtaliq tilga ilingan. Xitoy o'zining xalqaroliq taratqusi bo'lgan CGTN kanali orqali 4 ayning 2 kuni tarqatmoqchi bo'lgan bu film orqali o'zining Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini oqlamoqchi bo'lgan. Muzokara qilingan ikkinchi masala Uyg'ur kadrlarga topshirilgan siyosiy vazifa haqida bo'lib, nozir darajalikdan boshlab yezi kanit darajaligicha bo'lgan Uyg'ur kadrlar Xitoyning Uyg'ur siyosatini madhiyalab tashviqot materiali ishlab tarqitishi shartgan. Uyg'ur kadrlarga o'zlari ishlayotgan kundalik xizmat va turayotgan yerni asos qilib, Xitoyning Uyg'urlar uchun baxit yaratganligini gavdalantiradigan film yoki tashviqot materiali tarqitishi vazifa qilingan bo'lib, buni yaxshi qilish qilmaslik ularning kelgusi istiqboli va bola chaqalarining istiqboli bilan zish munosabatlikkan. Xitoy Sharq Turkistondagi tashviqot uchun Twitter bilan Facebookdan o'tgan yilga solishtirganda texmi ko'p foydalangan. Wall Street jurnalining 30 martdagi xabariga qaraganda, Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi osonliq millatlarga qaratgan siyosati to'g'risidagi tashviqoti Twitter va Facebookda o'tgan yili tarixdagi eng yuqori pallaga chiqqan bo'lib, Xitoy bu tashviqot vositalaridan foydalanib, Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari va sistemalik nazorat qilishni G'arbiy shimol rayonlari uchun foydali deb tashviq qilgan. Avstraliyadagi bir tadqiqot o'rnining yangi tadqiqotiga asoslanganda, Xitoy hukumatining davlat taratqullari va tashqi ishlar Twitter hisoboti tarqatgan Sharq Turkiston to'g'risidagi Twitter mazmuni o'tgan yillardagidan tez sur'atda ishib, 2020-yili har oyda o'ttir hisob bilan 500 qitimga yetgan. Xabarda yana Xitoyning chet eldagi ijtimoiy taratqullarining kun sari kuchayishiga sal qarashga bo'lmaydiganligi, bu yozmalarning Xitoyni qo'llaydigan Amerikaga qarshi fikrdagi kishilarga fursat yaratib berdiganligi tilga ilingan. Xitoy hukumati Sharq Turkiston siyosatida Turkiyaning qo'llashini arzulaydi. Janubiy Xitoy ataganlik pochtasi gazetining 26 martdagi xabariga ko'ra, Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi Turkiyaga qilgan ziyoratida makkarlik bilan Xitoyning Sharq Turkistonga qaratgan siyosatini qo'llashni qo'lga keltirish bilan birga texmi ko'p Turkiya mahsulotlarini sotib olishga va'da bergan. Wang yana Turkiyaning iqtisodiy masalalarini hal qilishga yordam beradiganligini va'da qilgan. Xitoy diplomatiya ministrligi e'lon qilgan bayonotda deyilishicha, Xitoy Turkiyaning egilik huquqi va boshqa huquqlarni qo'llaganiga o'xshash Turkiyadan Xitoyni qo'llashni talab qilgan. Xabarda yana Erdo'g'anning har qanday shakldagi terrorlikqa qarshi turdiganligi va Xitoy hukumati bilan texmi yaqin munosabat o'rnatishni xohlaydiganligi tilga ilingan. Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbati shiddat bilan tuvallab ketdi. Amerika ovozi to'rining 27 martdagi xabariga qaraganda, Amerika va boshqa davlatlar ayblayotgan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyati Sharq Turkistonda ig'ir oqibatlarni keltirib chiqargan bo'lib, Xitoyning yangi statistika ma'lumoti buni texmi aniq ko'rsatib bergan. Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarta bostirish ilib borgandan beri Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbati shiddat bilan tuvallab ketgan bo'lib, 2017-yildagi har 1000 odamda 15-8 dan 2020-yildagi har 1000 odamda 8-14 ga tushib ketgan. Xitoyning tug'ilish nisbati butun mamlakat miqyosida tuvallagan bo'lsa-mu, ammo Sharq Turkistondagi nupus ko'payishining tuvallash nisbati alayda yuqori bo'lib, tadqiqotchilarning qarashicha, bu xil kishini cho'chitadigan darajada tuvallash osti xarakterlik irqiy qirg'inchilik hisoblanadi ekan. Xoin Xalida pash bo'ldi.
Avstraliyaning Adelaide shahrida 30 mart necha yuz kishi Xitoyning yangi konsulxonasining ochilish marosimida konsulxona oldida Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi namoyish qilgan va turli plakatlarni ko'tarib Xitoyga qarshi shuar to'lgan. Xitoy konsulxonasining ochilish marosimiga uzundan beri Xinjiang birlashmasi nomidagi Xitoy tashkilotida Xitoy uchun aktiv xizmat qilayotgan xoin Xalida qatnashish uchun kelgan bo'lib, namoyishchilarning qattiq g'azabiga uchragan. Bu tashkilot Xitoylar tarafidan planliq shaklda Avstraliya xalqining ko'zini bo'yash maqsadida qurilgan bo'lib, xoin Xalida bu tashkilotda Xitoy uchun xizmat qilib kelgan. Xitoy hukumati Amerika va Kanada amaldorlariga qarta jazo yurgizdi. Taybey vaqti gazetining 29 martdagi xabarda deyilishicha, Xitoy hukumati shanba kuni Sharq Turkiston rayonidagi siyosiy ta'sirda kunsir kuchayotgan siyosiy va iqtisodiy talash-tortishlar sababidan Amerika va Kanada amaldorlariga qarta jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Xitoy bu qitim Amerika diniy erkinlik komitetining boshlig'i Gail Manchin, komissiyaning muavin raisi Tony Perkinson, Kanada parlament a'zosi Michael Chong va Kanada parlamentining xalqaro kishilik huquq tarmoq komiteti qatorliq shaxs va organlarni jazo tizimligiga kirgizgan bo'lib, Xitoyning bu qilmishi Amerika va Kanadaning kuchli tanqidiga duch kelgan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy yana Sharq Turkistonda ilib borgan kishilik huquq dafsandichiligini rad qilgan va Xitoyning bu qilmishlarini ayiblagan bir turkum chet el shirkatlarini boyqut qilish chaqirig'i e'lon qilgan. Bir qism Avstraliya fuqarolari Xitoy tarafidan qor tizimlikka kirgizildi. Amerikadagi ABC xabarlar torining 31 martdagi xabariga qaraganda, sobiq axborot boshlig'i, hukumat amaldorlari va dangliq savdogarlarni o'z ichiga olgan 161 Avstraliya fuqarosining kimligi Xitoyning ichki nazorat sistemasi hisoblanadigan Shanxay bexatarlik hujjatlarida oshkorlanib qolgan bo'lib, Avstraliya doiralari fuqarolarining Shanxay jamoat xavfsizlik idorasi tomonidan nazorat obyekti qilingan yoki qilinmaganligini tekshirmoqda ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, sonliq ma'lumot ombiridagi xotirlarda necha minglagan, hatto ba'zilarining yoshi 5 yosh atrofida bo'lgan Uyg'urlarni nazorat qilish va so'roq qilish jarayoni tafsiliy bayon qilingan bo'lib, bu hodisa Xitoyning qonun va siyosat yurgizishda sonliq ma'lumotlarni qanday kontrol qiladiganligini ko'rsatib bergan. G'arb Uyg'urlarni rostilla qo'llamdi. 2018 yili va 2019 yillari torda ilib berilgan ray sinashda qaysi davlatlar bizni eng qo'llaydi deydigan bir savol bo'lib, tunji qitimliq ray sinashda qatnashuvchilarning 52% Turkiya bizni eng qo'llaydi deb javob bergan bo'lsa, oradan 8 oy o'tgandan keyin elib berilgan ikkinchi qitimliq ray sinashda Turkiya bizni eng qo'llaydi degichilar aslidagi 52%dan 12%ga tovanlab jami 59% ray sinashqa qatnashquchi Amerika boshliq g'arb davlatlari bizni eng qo'llaydi deb javob bergan edi. Mayli tunji qitimliq yoki ikkinchi qitimliq ray sinashda bo'lsin, musulmon davlatlar bizni eng qo'llaydi deb qarg'uvchilar 1%dan tuvan bo'lib, taxminan 20% ray sinashqa qatnashquchi hech qaysi davlat bizni haqiqiy ma'noda qo'llamaydi deb javob bergan. Vatandagi vaziyatning misli ko'rilmagan darajada ig'irlashishiga lager shohidlarining jasurlik bilan guvohlik berishi va muhojiratda faoliyat elib berayotgan aktivlarimizning tirishchanligi natijasida oldi bilan Amerikada xalqimiz uzun zaman tashna bo'lgan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni rasmiy tasdiqlandi. Shundaqla Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri va sobiq muavin prezidenti ko'plagan cho'ng kichik sorunlarda ochiq oshkora Uyg'urlarni qo'llab Xitoy hukumatiga kuchli signal berdi. Shuning bilan bir vaqtda Amerikaning sobiq prezidenti Trump Xitoy hukumati bilan bo'lgan savdo urushida Xitoy mallariga qo'yilgan bajni yuqori ko'tarish orqali Xitoy hukumatini qistidi va xalqimizga zo'r umid elib kelib, muhojiratdagi Uyg'urlar ichida Trump qizg'inligi paydo bo'ldi.
Natijada Amerikaning prezident saylimi mezgilida xalqimizning sobiq Amerika prezidentiga bo'lgan umid ishonchi va yuksak qizg'inligi tufaylidan Amerikaning Uyg'urlarga tutgan siyosatini butunlay Trump hukumatiga bog'lab, Bayden boshchiligidagi Demokratlar partiyasiga o'shmanlik qilishdek ahvollarmi shakllangan edi. Bayden prezident bo'lgandan buyon yolg'iz Amerika hukumati emas, balki Amerikaning ittifoqdosh davlatlari bo'lgan 30 dan ortiq g'arb davlatlari Xitoy bilan bo'lgan savdoda ziyon tortish va Xitoy hukumatining o'zlaridan o'sh elish xatiriga parvo qilmay Uyg'urlarni qo'llaydigan har xil qarorlarni oldi va bir qism Xitoy amaldorlari va Xitoy shirkatlariga embargo e'lon qilishdi. Ba'zilar nuqul holda g'arb jumladan Amerika Xitoyga o'sh, shunga bizni qo'llaydi deb qarasa, yana ba'zilar bizning vatanimizda zo'r yer osti boyligi bor. G'arb u boylikni ko'zlab bizga yordam qiladi deb qarashi mumkin. Bir qism kishilar vatanning jo'grafiyalik o'rnidan elib aytganda Uyg'urlar Xitoyning quruqlik orqali g'arbga kengayishidagi qalqon. G'arb Xitoyning g'arbga kengayishini to'sish uchun bizni qo'llaydi deb qarasa, yana ba'zi kishilar g'arb bo'libmi Amerika Xitoyning Amerikadan eshib ketishining oldini olish uchun Uyg'ur, Tibet, Hong Kong, Tayvanlarni qo'llash orqali Xitoyni cheklaydi deb qarashi mumkin. Amerika boshliq g'arb davlatlarining Uyg'ur masalasidagi qarashlarga qo'shilmaydigan ba'zi g'arbliklar Xitoyni qo'llaydigan ko'plagan davlatlar Amerika Xitoyning o'zidan eshib ketishidan andish qilib Xitoyga qarshi turish uchun Uyg'ur masalasini vosita qilib qo'llanayotdi. Hatto yolg'ondan Uyg'ur qirg'inchiligini o'ydirib chiqardi. Amaliyotda g'arb jumladan Amerika Uyg'urlarga hargiz ko'ngil bo'lmaydi deb qarashmoqda. Undaqda g'arb jumladan Amerika Uyg'urlarni haqiqatan qo'llamdi. Agar qo'llasa, nima sababdan, nima maqsadda qo'llaydi? Qaysi darajada qo'llaydi va qaysi nuqtadan qo'llaydi? Shartlik qo'llamdi yoki shartsiz qo'llamdi? Amerikadagi qaysi partiya Uyg'urlarni bakrak qo'llaydi? Agar diqqat qilsak, g'arbda hayvonlarning haq huquqini qo'g'daydigan tashkilotlar nihoyat ko'p bo'lib, ba'zida odam ajiba hayvonning haq huquqi insonning haq huquqidan ustun turami deydigan tuyg'uga kelib qoladi. Undan qolsa, g'arbda eng ko'p bo'lg'ini bolalar va ojiz miyiblarning haq huquqini qo'g'daydigan tashkilotlar. Buning asosliq sababi ularning haq huquqining boshqalardan ustun turadiganligida emas, balki ularning o'zini qo'g'dash iqtidori bo'lmag'ashqa yoki o'zini qo'g'dashda passiv o'rinda bo'lg'ashqa g'arbliklar ular texmo qo'g'dashga muhtoj deb qarag'anlikdan g'arbning qimmat qarshi asosida shakllangan bu xil axloqiy majburiyat g'arbda umumlashgan adolat tuyg'usining asosi bo'lib, u ma'lum ma'nodan aytganda iqtisodiy manfaatdan ustun turadi. Shu sababdan g'arbdagi ko'plagan shirkatlar o'zlari xohlagan yoki xohlamagan holda mayli o'zlari qo'l qo'ygan kelishimlarning cheklimisi yoki jamoat fikrining besimi sababidan bo'lsin, eng oxirida Xitoydan keladigan ko'plagan iqtisodiy manfaatlardan voz kechib Uyg'ur masalasida o'zlarining aniq maydonlarini ifodalab, Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirishgan. Shuni bilishimiz kerakki, g'arbda keng tarqalgan dunyoda haqsiz tomoq yo'q deydigan bir jumla so'z bo'lib, uning ma'nosi har qanday narsaning bir sababi va bedeli bor deganlik. Ya'ni bir odam haqsiz tomoqqa erishganda uni butunlay haqsiz deb qaramay, vaqt kelganda boshqalarga mu haqsiz tomoq berishni bilish kerak. G'arb jamiyatida eng tashabbus qilinadigan narsa huquq va mas'uliyat bo'lib, bu deganlik har bir inson o'z haq huquqidan bahramon bo'lish bilan bir vaqtda o'z mas'uliyatini unutib qolmasligi kerak deganlikdir. Bu deganlik har bir inson o'zining erkinligi va haq huquqini ta'kidlaganda boshqalarning mu o'ziga o'xshash haq huquqi borligini unutib qolmaslik kerak deganlik. G'arbda hozir tashabbus qilingan barobarlik va inson haq huquqlari hargiz o'zligidan o'tirg'i chiqib qolgan bo'lmasdan, balki uzun zaman davom qilgan haqsizlik va adolatsizlikni boshdan kechirib, qon to'kish va badal to'lash natijasida borliqqa kelgan bo'lg'ashqa bir inson yoki bir millat adolatsizlikka uchirganda, u adolatsizlikning kunlarning birida o'zigimi kelib qolishini o'ylab, adolatsizlikka uchirganlarni qo'llaydi.
uning sharti va badali u inson va yoki u millatning boshqalarga adolatsizlik qilmasligi va yoki boshqalar adolatsizlikka uchirganda ular uchun ovoz chiqarishdir. Texmu aniq qilib aytganda, biz adolatsizlikka uchirgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan agar G'arbning qo'llashiga erishmoqchi bo'lsak, bizmi G'arbning qimmat qarashi bo'yicha boshqalarga adolatsizlik qilmasligimiz, boshqalar adolatsizlikka uchirganda bizmi ular uchun ovoz chiqara olishimiz kerak. Bu dunyoda bir millatning haq-huquqi yana bir millatdan ustun emas. Bizning ko'rishimizning maqsadi boshqalarga zo'ravonlik yurgizish bo'lmasdan, balki o'zimizning haq-huquqimizga erishish va uningga kapolatlik qilish. Shuning bilan bir vaqtda boshqalarningmi biz bilan barobar haq-huquqining borligini e'tirof qilish. Agar biz beshimizga ig'ir kunlar kelganda boshqalardan adolat va yordam talab qilib, vaqt kelganda boshqalarga zo'ravonlik qilish niyatimiz bo'lsa, bizningmi bizga zo'ravonlik qilayotgan zolimlardan hech qanday farqimiz bo'lmaydi. U chaqda G'arb bizni hargiz qo'llamaydi. Shuni aniq bilishimiz kerakki, G'arbning bizga yordam qilishining sababi G'arbning bizni alohida cho'ng bilganligi, bizni bek yaqin ko'rganligi va yoki bizdan keladigan foydani ko'zda tutganligidan emas, balki bizni o'ziga o'xshash bir inson ko'rganligi uchundir. Agar Amerika insonlik nuqtasidan zulmga uchirgan insonlar uchun haq gap qilmasa, o'zi ishongan qimmat qarashga va o'zi tuzgan dunyo tartibiga uyg'un ish qilmagan bo'ladi. G'arbda umumlashgan universal qimmat qarash va ko'p sonda insonlar qabul qilgan axloq, fazilat o'lchimi tufaylidan G'arbda yashayotgan insonlar tabiiy holda eng bo'lmaganda shakl jihatda bo'lsa-mu, u universal qimmat qarash va axloq, fazilat o'lchimiga bo'ysunishga majbur bo'lgan. Amerika dunyodagi eng kuchli davlat bo'lish sifati bilan G'arbdagi ittifoqdoshlarga yanada kuchli ta'siri bor. Dunyoda har qanday ishning bir badali bo'lg'ashqa ko'plagan davlatlar yolg'iz badal to'lashni xohlamaydi. Uyg'ur masalasida Xitoyga qarshi ifoda bildirishdimi? Bu nuqtadan elib aytganda ko'plagan davlatlar yanala Amerikaning pozitsiyasiga qaraydi. Amerikami Xitoydek cho'ng bir davlatni unumli tizginlash uchun o'zining ittifoqdoshlarining qo'llashiga muhtoj. Trump hokimiyat yurgizgan 4 yil jarayonida garchi Trump Xitoyga ba'zi qattiq siyosatlarni yurgizgan bo'lsa-mu, biroq Trumpning ittifoqdosh davlatlar bilan bo'lgan munosabatga sal qarshi sababidan Xitoyga unumli zarba bera olmagan edi. Hatto oxirida Yevropa ittifoqi Xitoy bilan savdo kelishimi tuzishning birinchi qadamini bosgan. Bayden hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Amerikaning ittifoqdosh davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarga alohida e'tibor berib, ba'zi jihatlarda o'rtoqlik hosil qilyotdi. Amerikadagi ikki cho'ng partiya orasida garchi ba'zi keskin raqobatlar bo'lsa-mu, biroq Uyg'ur masalasida oz uchraydigan o'rtoqlik barpo bo'lgan. Mayli Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonuni bo'lsin, mayli Amerikada ilingan Uyg'urlar bilan munosabatlik boshqa qarorlar bo'lsin, Uyg'ur masalasi Amerikadagi ikki cho'ng partiyaning birdek qo'llashiga erishib kelmoqda. Bu bizga nisbatan eng yaxshi bir fursat. Shunga biz bu fursatdan qanchalik yaxshi foydalana olsak, shunchalik qo'llashga erisha olamiz. Oxirda xalqimiz eng ko'ngil bo'ladigan va eng muhim bo'lgan Amerika qatorliq g'arb davlatlari bizning mustaqilligimizni qo'llamdi degan masalaga kelsak, bu bir qo'llaydi yoki qo'llamaydi deb oddiy javob bergili bo'ladigan masala emas. Mustaqillik biz shuar to'lab qo'yganga yoki talab qilganga birsi beradigan narsa emas, balki kuchimiz yetganda tortib oladigan narsa. Mustaqillik kurash qilib badal to'lab oladigan narsa. Bir millatning mustaqilligini qo'llash yoki qo'llamaslik g'arbda tashabbus qilinayotgan inson haq-huquqi va axloqiy majburiyat kategoriyasidan halqib ketgan. Davlatlar ara foyda manfaatga taqishadigan xalqaroliq masala bo'lib, G'arbning jumladan Amerikaning mustaqilligimizni qo'llash yoki qo'llamasligi bizning ehtiyojimizga bog'liq bo'lib qolmasdan, balki u davlatlarning davlat manfaatining ehtiyojiga bog'liq. Agar bizning mustaqilligimiz G'arb davlatlarining jumladan Amerikaning davlat manfaatiga uyg'un kelsa, qo'llashi mumkin. Agar uyg'un kelmasa, qo'llamasligi mumkin. Shunga bu masalada biz agar mustaqillik talab qilsak,
g'arb bizning mustaqilligimizni qo'llaydi deb o'zimizni xo'sh qilishning hojati yo'q. Ham shundaqla g'arb bizning mustaqil bo'lishimizni qo'llamaydi deb bak umidsizlanib ko'nglimizni yerim qilishning texmi o'rni yo'q. Xalqaro munosabatda mangulik do'st va mangulik dushman yo'q. Faqat mangulik foyda manfaat bor. Foyda manfaatga to'g'ri kelsa, bo'lmaydigan ish bo'ladigan bo'lishi mumkin. Agar foyda manfaatga to'g'ri kelmasa, bo'ladigan ishmi bo'lmaydigan bo'lishi mumkin. Unutmagan ekansan bizni dunyo. Angliyaning London Carmelit nashriyati tarafidan 1908-yili nashr qilingan Harmsworth Dunyo tarixi qomusining 2-tomida Uyg'urlar haqida qimmatli ma'lumotlar bayon qilingan. Bu qomus jami 8 tomliq dunyo tarixi bo'lib, mazkur qomusning 2-tomida Uyg'urlarning tarixi, etnografik hayoti va ularning tarixda qurgan davlatlar haqida ma'lumotlar berilgan bo'lib, bu tarix qomusi dunyodagi akademiklar va tarixchilar tarafidan eng ko'p o'qilgan kitoblarning birisi bo'lib hisoblanadi. Bu qomusning 2-tomi jami 1552 bet bo'lib, kitobning 1437-betidan 1519-betigacha bo'lgan sahifalari Türkistan, ya'ni O'rta Osiyo va bu jo'grafiyalik bölgening eng muhim xo'jayinlari deb qaraladigan Uyg'urlar haqida ma'lumotlar berilgan. Bu kitobda Uyg'urlarning nomi Uyg'ur davlatining kishilari degan ma'noda Uyg'uriyallar deb yozilgan. Buningdan ma'lumki, Uyg'ur degan millat nomi ba'zi kishilar targ'ib qilayotgandek unutilgan yoki 1922-yili Toshkent qurultiyida ruslarning yordam bilan asli keltirilgan bo'lmasdan, shu vaqtdagi kun patmas imperiyaning qurg'uvchilari bo'lgan inglizlar tarafidan 18 va 19-asrlarda Uyg'uriyan va Uyg'ur deb atilib kelgan. Demak, dunyo Uyg'urlarni unutmagan edi. Bu kitobdagi Uyg'urlar va ularning vatani bo'lgan Turkiston haqidagi mazmunlar eng qadimgi davrlardan tortib toki 20-asrning beshigacha bo'lgan Uyg'ur tarixini o'z ichiga oladi. Bugungi Uyg'ur millati 21-asrdagi Xitoy davlatining irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan va o'zining millat kimligidan mahrum bo'lishga yuz tutayotgan bu hayot mamatlik kunimizda ushbu kitob orqali Uyg'ur millat kimligimizni bilish, uningdan iftixorlanish, uni qadrlash va so'yishda bo'libmi tarixda o'tkazilgan xatolik va tajriba saboqlarni yakunlashda nihoyatda qimmat bo'lgan tarixiy manbalar bilan ta'minlaydi. Tövəndə Uyğurlarga münasibətlik şu tarixning qisman bo'ligi tarjima qilinib xalqimizga sunuldi. Uyg'uriyallar, yaylaq xalqlar qurgan imperiyalar nihoyatda keng zaminlarni ishg'ol qilgandan keyin ular tezli tarixdan g'oyib bo'lib ketadi. Balki biz O'rta Osiyodagi keng zaminni otlarni choptirib yurib, mol chorvalar boqadigan chorvachi xalqlar yashaydigan bir yer deb qarabla nazarimizdan saqit qila olmasligimiz mumkin. Bu yerlardami odamlar o'ltiraqlashgan va ishlab chiqarish mavjud bo'lgan. Dalillar shuni ko'rsatdiki, tarix o'ymonligidagi xalqlar gullangan bo'lib, ular ko'rinarlik holda madaniyalashgan. Ularning sharq va g'arb o'rtasidagi muhim savdo yo'llariga hukmronlik qilishi ularni muayyan holda kichik davlatlarning markaziga aylantirgan. Bu zaminlarning shimolidami yana savdo yo'llari bor bo'lib, u yo'llarmi g'arb bilan tutishidi. Yana kelib, ular yashagan yerlardagi tog' tizimlaridan shakllangan tabiiy belbog'lar ularning dehqonchilik ishlab chiqarishiga ko'chishiga mos kelgan. Altayda bo'lsa tabiiy minerallar ko'p, ammo u yerlar ibtidoiy holatda. Garchi u yerlar nurg'un qitimlab yayloq hukmronlar tarafidan bo'ysundirilgan bo'lsa-mu, yanada ichilmagan holatda turmoqda. Shuni aniq qilib aytishga bo'ladiki, Tangri tog'lari bilan Altay tog'lari atroflarida nurg'unlagan shaharlar va aholilar o'ltiraqlashgan belbog'lar barpo qilingan. Qandaqli bo'lishidan qat'iy nazar, siyosiy kuch va huquqlar yayloq millatlarning qo'lida bo'lib kelgan. Ular davlatlarda o'zlarining xarakteriga yarasha qonun va tuzumlarni turg'izgan. Bu xildagi davlat boshqarishni hatto baldur madaniyat tarqatgan allarning tarixlaridanmi ko'rgil bo'lmaydi. Uyg'ur yallar bu rayondagi tarixiy eng uzun va o'rni eng muhim bo'lgan bir millat bo'lib, ular o'zlarining mavjudligi uchun nihoyatda muhim bo'lgan 9 o'g'iz yoki otliqlar, ya'ni To'ngra, Soket,
Adız, Sap qatarlıq qabilələrni birləşdirib ittifaq tüzgən. Selinga daryosi bo'ylarida yashaydigan, keyincha Yensay daryosi vodillarida tarqaq yashagan shimoldagi Uyg'ur yallar guruhi bilan Tangirtog'ining sharqiy va janubida yashaydigan Uyg'ur yallar bir-birlaridan farqlanadi. Shimoldagi Uyg'urlar Xitoylar tarafidan egiz harviliqlar yoki tele deb ataladi va ular ancha yuqori saviyada madaniyalashmagan edi. Janubiy Uyg'ur yallarning davlati bo'lsa, nihoyat mo'yin bo'lgan g'arb bilan sharq o'rtasidagi savdo yo'liga joylashgan bo'lib, dunyo madaniyatlarining ta'siriga uchrab turadi. Bu davlatda ko'zga ko'rinarlik aralashma madaniyat shakllangan bo'lib, Janubiy Uyg'ur yallar davlatidagi yayla xalqining hayotiga zo'r o'zgarishlarni elib kelgan edi. Turklarning yurti bo'lgan O'rta Osiyo chorvachi millat Uyg'ur yallar tarafidan boshqarildi. Ular Xuyxo deb atalgan. U chaqda ularning eng asosli dushmani bo'lgan qirg'izlar bo'lsa, Sibiriyaning g'arbiy janubida yashaydi. Keyin ular Xitoy bilan bevosita aloqa qiladigan kuch sifatida o'tirg'i chiqishga boshlagan edi. Qirg'izlarning Xitoy bilan bo'lgan hamkorligi Uyg'ur yallarning hukmdorlik o'rnini 830-yillarda oyoqlashtirdi. Bu yerda qaysi kuchning g'arb bilan bo'lgan savdo aloqa munosabatlarini boshqaradiganligini bilish bir masala bo'lib o'tirg'i chiqyotdi. Qirg'izlarning bu yerdagi roli vositachi o'rnida bo'lib, arab savdo karvonlarini askarlari orqali Uyg'uriyan territoriyasidan qo'g'dab o'tkazib Xitoyga yetkazib beradi. Qirg'izlar har qancha qilsa-mo Hun va Turklardek imperiya qurolmagan edi. Uyg'uriyan imperiyasi saltanat yurgizgan davrlardimi uning boshqaradigan zamin doirasi cheklik bo'lgan. Tarixing bardur, şanu şevketlik. Tuprağing bardur, banu bereketlik. Tarixing bardur, şanu şevketlik. Tuprağing bardur, banu bereketli. Özanla bergen ushbu erkeklik, vatanım sen can, can din aziz. Özanla bergen bu erkeklik, vatanım sen can, can din aziz. Atlar baskan şu uzun yollar, seferler kuyi yangrıgan yıllar. Şuna gururda sayraydı tıllar, vatanım sen can, can din aziz. Şuna gururda sayraydı tıllar, vatanım sen can, can din aziz.
Vatanım sen can, can din aziz. Şeytanlar topa salsa eşimga, Gözini alaytsa tağı teşimga, Yana cabalar, cudunlar ara, Vatanım sen can, can din aziz. Töhmetler bilen ak bulsa qara, Canlar kinli dil bulsa yara. Nimeler kelse kelsun başımga, Vatanım sen can, can din aziz. Nimeler kelse kelsun başımga, Vatanım sen can, can din aziz. Vatanım sen can,